Bo'lajak aktyor o'rta maktabni tugatganidan keyin kollejga o'qishga kirdi. Otasi undan ta'lim olishni talab qildi, ammo kelajakdagi aktyorlik orzusi uni tark etmadi. Ajay Devgan o'zining aktyorlik debyutini 1991-yilda boshlagan. Yigitni Tikan va Atirgul nomli filmidagi murakkab kaskadyorlik ssenariysini sahnalashtirish shu qadar mashhur bo'lib ketdiki, kartina namoyish etilganidan so'ng yangi kelgan Ajay tanqid va kino tanqidchilar davrasida tan olindi va umuman olganda rolni juda yaxshi bajardi. Ajay uchun Hind kinematografiyasidagi birinchi mukofoti Amerikaning Oskariga taqqoslanadigan filmfar mukofoti hisoblanadi. Aktyor barcha rollarni mukammal darajada amalga oshiradi. O'z mahorati bilan noyob va jonli obrazni yaratadi. Uning ijodiy biografiyasi ham albatta muvaffaqiyatsizliklarsiz emas. Aktyorning ba'zi filmlari kassada muvaffaqiyatsizlik bilan tugagan. Shunga qaramay, Ajay muvaffaqiyatsizlikdan ko'ra ko'proq g'alabalarga erishgan.